Depal S07 300 Max 2026 restyling. Buni eskilardan nima farqi bor? Keyin hozir solishtirib ko'ramiz. Eng birinchi tashqi videodan boshlasak, faralarga kelsak, faralar soni juda ham ko'paygan va ko'rishlar mumkin eskisi bilan yangisining farqini. Undan tashqari buferda ham katta o'zgarish bor. 2026 restyling versiyamizda diskasi ham o'zgargan, ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli va qanaqadir qizil liniya ham qo'shilgan. Bu nima uchun bilmadim va bu mashinamizda naq 9 ta kamera joylashgan. Ko'rishlar mumkin, juda ham ko'p va lidar funksiyasi ham ishlaydi. O'zbekistonda havo darajasi yomonlashgani uchun xitoylik akalarimiz bu mashinamizga havoni tozalash funksiyasini ham qo'shibdi. Undan tashqari lidar dedim, kelinglar ko'rishlar mumkin. Lidar funksiyasi mana bu yerda ko'rishlar mumkin. Mashinalar turibdi, odam bo'lsa ham bemalol ko'rsatadi. Keyin eng katta yangilanishlardan biri bu mashinamizda rangi ko'rishlar mumkin. Qanaqadir seri, mokri asfalt aralash va mana bunaqa yaltiroq rang kombinatsiyalari qo'shilgan. Undan tashqari yana katta o'zgarishlardan biri bu LED chiroqlar ko'rishlar mumkin. Oldingilarda boshqacha liniyaligida bunda kattagina prям ko'rsatib qo'yishgan. Va yana bir o'zgarish, endi eshik ochish ruchnoy bo'ladi, ko'rishlar mumkin. Oldingilarda knopkaligida, bunda esa qo'lda ochish kerak bo'ladi. Endi podstakanchik uchun kattagina joy ajratilgan va yuqoriga qarashlar mana bu LED chiroqlari ham o'zgargan va mana bu yerga ochki qo'yish uchun joy ham qo'shilgan ekan. Va yana ushbu mashinamizdagi eng katta o'zgarishlardan biri bu ko'rishlar mumkin xolodilnik. Endi bu mashinamizda ham xolodilnigi bor. Va mana bu yerda menyusi esa juda ham katta bo'lgan, ko'rishlar mumkin, knopkalari juda ham tushunarli joylashgan. 2026 restyling versiyamizda yana bir qo'shimcha yangilik ko'rishlar mumkin. Kolonkalari ancha sifatlilashgan eskilarga nisbatan va yana bir yangilik mana bu yerda mamlaqa joyoq qo'shilgan. Bu nima? Bilganlar kommentariyga yozib qoldiringlar. Yana bu mashinamizning yangiliklari juda ham ko'p va bu mashinamizning narxlari va yana ham batafsilroq ma'lumot kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar.